Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Stolzman. Bugungi videoda men sizlarga Minecraftda juda ham zo'r bo'lgan 5 ta modlarni ko'rsataman. Do'stlar, mana bu birinchi modimiz Buckets deb nomlanadi. Mana bu modda biz любой bitta mobni chelakka olib olamiz. Mana ko'rdingizmi? Sigirni oldik. Va bunday joyga qaytarsak ham bo'ladi. Mana qaranglar, hozir buni Vardenda ham sinab ko'ramiz. Mana Vardenni oldik. Mana. Hoppa, ana Vardenni ham paqirga oldik. Zo'r mod bu do'stlar. Qaytarsak ham bo'ladi. Mana. Hozir men sizlarga buni qanday crafting qilinishini ko'rsataman do'stlar. Qarab turinglar. Bu uchun bizga 8 ta oltin kerak bo'ladi. Bitta baqir kerak bo'ladi. Baqir qani edi? Mana baqir bitta yetadi. Mana verstak. Mana qaranglar qanday crafting qilinishini. Hozir survivalda ko'rsataman. Qo'yamiz verstakni va mana ko'rganingizdek bu Minecraftda unchalik ham qiyin emas. Ya'ni oltin topish Minecraftda unchalik qiyin bo'lmasa kerak. Mana slime'ni ham oldik do'stlar. Mana joyga ham qaytaramiz hozir. Mana. Juda ham zo'r mod bu do'stlar. Mana yana qaytib oldik. Короче, bu birinchi modimiz edi. Endi sizlarga ikkinchi modimizni ham ko'rsataman. Ikkinchi modimiz bu do'stlar realizm deb nomlanadi. Mana quyoshga qaranglar do'stlar, hozir. Qaranglar quyoshga qanday charaqlashini. Bekorga ham buni realizm deyishmaydi. Nafaqat quyoshning charaqlashi, balkim unda kechqurun fakel nur sochadi. Hozir ko'rsataman. Mana. Shunday qo'limizga olamizda, mana yurganimizda nur sochadi. Nafaqat fakel, balkim kapalaklar ham bor, qushlar ham bor. Qaranglar, qanday portlashlar bo'ladi. Hozir ko'rsataman creeperni. Mana qaranglar. Mana. Zo'r portladi. Realizmga xos. Bunda yana mana suvda mana narsalar ham bo'ladi. Mana qaranglar. Ana. Zo'r bu juda ham. Hozir sizlarga water drop qilib ko'rsataman, qanday chiroyli ko'rinishini. Ham vijvaniga o'tamiz va spektaklga o'taverman. Zo'r. Xo'sh, mana hozir mana bunday tomchilar ham mana tomganday bo'ladi. Suvda mana ko'rishingiz mumkin. Keyin mana bunday pastda narsalar ham bor. Xo'sh do'stlar, bu ikkinchi modimiz endi. Endi esa biz uchinchi modimizga o'tamiz. Uchinchi modimiz bu do'stlar Advanced Movement deb nomlanadi. Mana yugurishga animatsiyalar qo'shilgan mana bunday qaranglar. Keyin hozir survival deb ko'rsataman, qaranglar. Sakrashni agar 2 marta bossak mana balanga sakrab ketamiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Faqatgina sakrash emas, balkim hozir yana nima qilish kerakligini ham ko'rsataman. Suvga nima bordim? Hozir ko'rsataman do'stlar. Qarab turinglar.
Mana devor qurib qo'ydim. Hozir devorga o'rmalab chiqamiz do'stlar, qaranglar. Ana. Narvon yo'q edi devorga, mana biza surayildi biza. Hozir mana kreativga to'liq aniq qilib ko'rsataman. Hozir o'ldirib olaylik. Mana qaranglar. Qaranglar, devorni oldiga borganimiz bilan sakrash bosib o'tirsak, mana chiqib ketadi o'zi. Juda ham zo'r mod bu do'stlar. Mana balkim bu modda mana qaranglar, hozir zo'r narsa bo'ladi, qaranglar. Qarab turinglar. Qani katta ana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bunda biza suvda ham yugursak bo'ladi mana. Surayilda o'tib ko'rsatib beraman, qaranglar. Ana. Juda ham zo'r mod bu. Xo'sh do'stlar, bu 3-modimiz edi. Endi 4-modimizga o'tamiz. Bu mod Bruce Lee deb nomlanadi. Mana qaranglar, kitobda yozilgan kerakli narsalar. Mana Bruce Lee'ni spawn qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Hozir bu bilan mana bu zo'r urush qila oladi. Hozir ko'rsatib beraman. Qaniydi? Mana. Mana ko'rdingizmi qanaqangi urush qiladi bu? Mana qaranglar, hozir yana tashlab turishlar qilib oladi. Ana, hozir qaranglar. Ovozlarini eshityapsizlarmi? Ana. Juda ham zo'r mod bu do'stlar. Mana qaranglar. Urushni ko'ryapsizlarmi? Mana. Haqiqiy Bruce Lee bu. Agar biz hozir mana bunday qilsak, meditatsiyaga ham o'tiradi mana. Mana bunga xalaqit bermaganimiz yaxshi. Meditatsiya qilyapti hozir. Yoniga esa dushmanlar yaqinlashib kelyapti. O ana. Urushni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ana. Ana juda ham zo'r urishib tashladi bu do'stlar. Ana endi esa oxirgi modimizga o'tamiz. Ya'ni 5-modimizga. Ana ketdik. 5-modimiz bu do'stlar Ninjas deb nomlanadi. Mana orqamda ninjalar turibdi. Hozir ko'rsataman bu nimalar qila olishini. Ana kunaylar bor bizda, ana. Surikenlar ham bor. Hamda tutunli bombalar ham bor. Ana kunayni otilishini qaranglar. Ana bosib o'tirsangiz o'zi o'taveradi. Ana o'ldirdik ninjani. Endi surikenni sinab ko'ramiz, qaranglar. Nafaqat bular bor, balkim hozir ko'rsataman do'stlar nimalar borligini. Qaranglar. Mana ninjaning shlemi bor bizda. Ninjaning kostyumi bor ana. Ninjaning shtonlari ham bor. Mana ninja oyoq kiyimlar ham bor. Ana hozir kiyib ko'rsataman do'stlar qanday bo'lishini. Mana do'stlar, biz ninjaga aylandik, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Nafaqat ninja, balkim samuraylarning ham
maslahalar bor mana. O'z ko'rsataman. Mana. Mana. Mana do'stlar, biz samurayga aylandik ana. Juda ham zo'r. Ularning qurollari ham bor mana. Qaranglar. Qurollar ham emas, mana. Juda ham zo'r mebellar ham qo'shilgan. Hamda uylar ham bor. Mana. Hozir bunga lazorit kerak ekan mana. Hozir qurilishini ko'rsatib beraman. Mana, shuncha joyni egallab turar ekan. Qaranglar. 1, 2, 3. Ana, haqiqiy yaponcha qasr bo'ldi bu do'stlar. O'zingiz bu modni olib qasrning ichiga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ninzalarning va samuraylarning qurollari ham bor ana, nunchak. Mana. Sai ham bor ana. Sai. Zo'r bu. Va bu yerda katanalar ham bor. Mana. Katanalarda qobiliyatlar ham bor do'stlar. Mana. Dark katanamiz hamda olov o'ti bo'ladi ana. Zo'r bu. Oltin katana mana shunday. Zo'r narsa qilib oladi. Mana bu oddiy katanamiz. Mana bunday chaqmoq o'ti olar ekan. Mana. Endi nega tegmayapti? Mana tegdi. Ana bitta katana bo'lish kerak. Mana qora katana. Hamda shunday bosib o'tirsak, ana shunday qilib yoradi o'zi. Ana ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r mod bu do'stlar. Aytgancha do'stlar, bu modlarning hammasi mening Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimning ssilkasi esa kommentariyada bo'ladi.